Dunyo tarixida bunday olamlar juda kam tug'iladi. Ular tug'ilganda yulduzlar jilvalanadi, tarix varaqlari titraydi. Bugun sizga 21 yoshida butun dunyoni larzaga solgan, 800 yillik bashoratni ro'yobga chiqargan buyuk sarkarda Sulton Muhammad al-Fotih haqida hikoya qilamiz. 1432-yil Edirne shahrida Usmonli saroyida bir chaqaloq dunyoga keladi. Uning ko'zlarida g'alati qat'iyat, ovozida kuch bor edi. U tug'ilgan zamonda musulmon olami zaiflashgan, Istanbul esa Vizantiya qo'lida edi. Uning otasi Sulton Murad II edi. Uning taqdiri ayanchli edi, ammo bu bolani boshqacha taqdir kutildi. Unga Qur'on, hadis, matematika, mantiq, til ilmi erta yoshdan o'rgatiladi. U atigi 12 yoshida taxtga chiqadi. 12 yoshida. Lekin yoshlar uni oson ko'rganlar xato qilishadi. Chunki Fotih o'sha paytdan boshlab o'z davrining eng bilimdon shahzodasi edi. Ustozlardan Ashamsaddin va Mulla G'uraniy unga ilmning eng chuqur sirlarini o'rgatadi. Bir kuni Ashamsaddin shahzodaga qarab shunday deydi: "Ey Muhammad, sen Rasululloh bashorat qilgan fathni amalga oshiradigan sarkardasan. Istanbul seni kutyapti." Bu so'zlar Muhammadning qalbida doim yonib yuradi. Usmoniylar kuchli-g'ar, biroq Istanbul devorlari temir kabi mustahkam edi. Vizantiyaning qo'rqmas devori deya tilga olinardi. Ko'plar bu shaharni zabt etish imkonsiz deb hisoblagan, lekin Muhammad o'ziga ishonardi. Uning yonida ilm bor edi, kuch bor edi va eng muhimi bashorat bor edi. U dunyodagi eng katta to'p yasattirdi. Unga uchurma deb nom berishdi. Bu to'pning ovozi o'nlab kilometr uzoqqa eshitilardi. Muqaddas fath uchun tayyorlik boshlandi. 1453-yil 6-aprel Istanbul atrofidagi yerlar titraydi. Muhammad Fotih o'z qo'shini bilan shahardan tashqarida saf tortadi. 53 kunlik jang boshlanadi. Devorlarga eng katta to'plar o'q yog'diradi. Vizantiya esa suv ostidan zanjir bilan kirishni to'sadi. Har kuni minglab askarlar o'lim bilan yuzma-yuz turadi. Ammo eng katta mo'jiza hali oldinda edi. Vizantiya qo'shinlari musulmonlar hech qachon bizning bo'g'ozga kira olmaydi deb o'ylardi. Lekin Muhammad Fotih tarixni o'zgartiradigan buyruq beradi. 80 ta kemani quruqlikdan olib o'tamiz. Ular kemalarni olib, maxsus aravalar bilan to'g'ri tog' ustidan o'rmonlar ichidan o'tkazib Xalij bo'g'oziga tushiradi. Bu tarixdagi eng aqldan ozdiradigan harbiy operatsiyalardan biri edi. Vizantiya dovdirab qoladi. Endi shahar to'liq o'rab olingan edi. 1453-yil 29-may kuni tongda Fotih qo'shini so'nggi hujumni boshlaydi. Devorlar yoriladi. Musulmon askarlari shaharga kiradi. Vizantiya imperatori Konstantin 11-jang maydonida halok bo'ladi va nihoyat Istanbul musulmonlar qo'liga o'tadi. Muhimki Fotih shahar ahli qo'rquvda turgan paytda ularni tinchlantirib, shunday deydi: kimning moli talangan bo'lsa, davlat qaytaradi. Kim bu yerda qolishni istasa qoladi, istamasa ketadi. Hech kimga zulm bo'lmaydi. Bu g'alaba nafaqat qudrat, balki adolatning g'alabasi edi. Vizantiyani ishg'ol qilgandan keyin Sulton Muhammadga al-Fotih, ya'ni fath qiluvchi laqabi berildi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning Vizantiya musulmonlar tomonidan fath qilinishini aytgan edilar. Buni Sulton Muhammad ro'yobga chiqardi. Hayya Sofiyani masjidga aylantirdi. Fath kullasi Turkiyaning birinchi oliy o'quv dargohini qurdi. Ilm markazlari, kutubxonalar ochdi. Saroyga yuzlab olimlarni yig'di. U nafaqat sarkarda, balki davlat arbobi, olim, dunyoqarashi keng podshoh edi. Yozuvlarda aytilishicha, Fotih hech qachon isrofgarchilik qilmagan, soddalikni yoqtirgan, har kecha Qur'on mutolaasi bilan yotgan, u jangda bo'lsa ham namozni qoldirmagan, ulamolarga bosh egib, maslahat bilan ish ko'rgan. 1481-yil atigi 49 yoshida bu dunyoni tark etdi. Uning o'limi haqida hatto dushmanlar ham shunday degan: Islom olamining eng katta devori qulab tushdi. Sulton Muhammad Fotih u 21 yoshida Istanbulni fath qildi.
Uning qilich havasi tarixni ikkiga bo'ldi. Unga Fotiha laqabi berildi va bu laqab u bilan yashadi. U tarixni o'zgartirdi. Endi esa siz ham fath qiluvchi kimligini bildingiz.